Kechira olmayapman. Hech qachon kechirmayman. Agar sizda ham mana shunday fikr bo'lsa, kechirmang. Hech qachon kechirmang. Chunki siz o'sha kundagi hayot bilan yashashda davom etasiz. Kechagi kunning tashvishi bilan, kechagi kunning xafachiligini hali ham o'z yelkangizda ortib yurgan bo'lasiz. Siz o'ylaysizki, xuddiki kechirmayotgan odamimni jazolayapman, qiynayapman deb o'ylaysiz, lekin aslida u odamga farqi yo'q sizning kechirmasligingizni. Siz o'zingizni jazolash uchun mana shunday hukm qilgansiz, lekin o'zingizga qaratilganligini bilmaysiz. Lekin shunda ham sizga maslahat beraman. Kechirish uchun o'zingizga savol bering. O'sha voqeadan keyin menda nima o'zgardi? Qanday fikrlarim o'zgardi? Nimaga qaror qildim? Qaysi sohada rivojlandim? Nimani o'zgartirmoqchiman yoki o'zgartirdim? Agar siz mana shu savollarga javob bersangizgina o'sha odamni kechirasiz. Chunki har qanday bizni xafa qilgan odam bizga dars berish uchun yonimizga kelgan bo'ladi.